Mana bu daraxt yo'g'on shoxlarini kesib ko'ramiz. Faqat bog'bon ko'rib qolmasin, sekin. Mana. $100 kustares ichidan nimalar chiqadi? Bitta ko'ramiz. Nimaga bu $100? Batareykasi, zapchaslari, o'zi garantiyali taloni. Mana bunda bosilar ekan. Xavfsizlikda. Qo'limda turganda bosilib ketmasligi uchun. Mana bu bosiladi. Keyin kesib ko'rish kerak bunda. Ketdik. Yomon ekan-ku. Mana ko'rsataman. Qani shoxlarni kesib boshlaymiz, qarang. Qarang. Yomon kuch ko'p. To'liq opisiyaniyasi kerak bo'lsa, profimarket.uz ga kirasiz, to'liq ma'lumotni ko'rasiz. Uyga lekin bitta olib qo'yadigan joy ekan, miyani zo'r dam oltirar ekan. Kommentga yana qaysi instrumentni obzor qilishimiz kerak yozib qoldiring.